xo'shallik, qo'rqinch, g'azab, hayron qolarlik asosli hissiyotlar kishilarni qoyil qilish va tizginlash jihatdagi kuchli qurollardir. Hissiyot bizning zihniy qobiliyatimizga va qaror chiqarishimizga ta'sir ko'rsatadi. Ba'zida hatto bizni aql idrokdan judo qiladi. Halbuki normal ahvolda biz o'z hissiyotimizga ega bo'la olamiz. Hissiyotning qaror chiqarishdagi rolini tadqiq qiladigan Shveysariya unumdor fanlar markazining mudiri professor David Sander shundoq deydi. Biz bir narsalarni tanlaganda ichki hissiyot va agashma hissiyotdan iborat ikki xil hissiyot bizning qarorlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Ichki hissiyot ko'pincha hollarda qaror chiqarish uchun foydali bo'lsa-mu, agashma hissiyotdan hazar qilishga to'g'ri keladi. Masalan, kishilar bir do'konga kirib kiyim tanlaganda normal ahvolda o'zining ko'rish tuyg'usiga tayinib, o'ziga chiroyli ko'ringan kiyimni tanlaydi. Mana bu ichki hissiyotdir. Halbuki shu do'konda qo'yilayotgan muzika, prikazchikning tavsiyasi va chiroy ifodasi deganlarmi sizning qaror chiqarishingizga ta'sir ko'rsatadigan bo'lib, sizning ushbu ta'sirlarga uchragandan keyingi hissiyotingiz agashma hissiyot hisoblanadi va bu xil hissiyotlar sizni to'g'rini tanlash imkoniyatidan mahrum qiladi. Shunga bulardan hazar aylash zarur. Shundoq, bulardan hazar aylamay bo'lmaydi. Chunki bizdagi agashma hissiyotlardan manbalangan qaror xatoligi kundalik hayotda doim boshqalar tarafidan suiiste'mol qilinadi. Masalan, do'konlar va sotuvchilarning bizni texmi ko'p narsa sotib olishga undaydigan bir qator taktikalar bor. Yaqinqi yillardan buyon hissiyot qimmatli tovarga aylanib qoldi va shu vajidan nervi hujayrasiga tayangan setish ilmi deb ataladigan nervi ilmi bilan setish ilmini bir-biriga bog'lagan yangi bir fanmo shakllanib ulgurdi. Nervi hujayrasiga tayanib setish ilmining shakllanganiga alayzal 10-15 yil bo'lgan bo'lib, navbatda u dangliq shirkatlar tarafidan keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Mazkur ilm siz xaridorlarni hissiyot nuqtasidan texmi yaxshi tushunganingizda, ularning ehtiyojini texmi yaxshi qondira olasiz. Ya'ni ularga texmi ko'p narsa sota olasiz degan qarashni yadro qilgan. Yig'ib aytganda, kishilar uchun mo'yin bo'lgani shu nuqtani bilib olishdir. Biz har vaqt o'zimiz orzulagan tarzda ish qilmasdan hissiyotimizga ko'ra ish qilamiz. Shu vajidan nervi hujayrasiga tayangan setish ilmidan foydalanuvchilar qo'rqinch va xushallikqa o'xshash yadroliq hissiyotlardan sirt, qilmishga bevosita munosabatli bo'lgan turtga, tonish yuki va boshqa texmi murakkab hissiyotlarni o'lchaydi va shu orqali o'zlarining setish miqdorini o'xshamagan darajada oshirishga muvaffaq bo'ladi. Masalan, tipik parcha setish do'konlarida eng bozorliq tovarlar rayoni ko'zingizga chiliqadi. Shundaqla siz qaysi rayondagi mahsulotlarning bahosining tushirilganligini osonla bayqab ola olasiz. Hatto tovar baholari senatgacha aniq yoziladi-da, siz mahsulot bahosi tushirilgandek tuyg'uda bo'lasiz. Amaliyotda bunday qilish sizni jalb qilishni, sizga ozodalik tuyg'usi ato qilishni hamda shu orqali sizning do'konda imkon qadar uzun vaqt aylanib, texmi ko'p narsa setib olishingizga kapolatlik qilishni maqsad qilgan. Albatta, bu xil taktika orqali xaridorlarning setib olish istikini oralla 5-10% oshirish mumkin bo'lsa-mu, lekin bu zanjirsimon do'konlar uchun millionlagan dollarlik tapovatdan derak berdi. Hozir hamma yerda nervi hujayrasiga tayangan setish ilmining iznalarini ko'rish mumkin. Biz o'zimizmi bayqamagan holda uning ta'siriga uchrayapmiz. Bu bizning qarorlarimizning har vaqt aql bilan chiqarilmayotganligidan derak berdi. Amsterdam Universiteti Psixologiya fakultetining menga va hissiyot mutaxassislari menga tasviriy tadqiqoti bilan shug'ullanadigan bir shirkat qurgan. Bu shirkatdagi professor Viktor Lam taxminan 50 ming kishining hissiyotini tadqiq qilib, e'lon orqali mahsulotini bizga setishga tashna bo'lgan shirkatlarni bizning nimalarga moyil ekanligimizni ko'rsatib beradigan uchur g'aznisi bilan ta'minlagan. Professor Viktor Lam bu vaqtda shundoq deydi: Biz bir yangi e'lonni ko'rganimizda uning unumlik bo'ladigan bo'lmaydiganligini 80% to'g'ri mo'lcharlay olamiz.
Chunki biz funksiyalik magnitlik rezonans orqali miyning bir qancha millimetrlik muayyan rayondagi faoliyatlarini, jumladan miyning qaysi rayonlardagi qon eqimining kuchayganligini, miya hujayralarining qandaq vaqtda jonlanadiganligini intayin tafsiliy kuzatalaymiz va shu orqali miyada zodi nimalar yuz berayotganligi to'g'risidagi umumiy xaritaga erisha olamiz. Gerçi nurg'un Yevropa ellərdə miya tasvirini faqat tibbiy maqsad uchun ishlatishga yo'l qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin davlat halqıgan shirkatlar chet ellarda kishilarning miya tasvirini to'playdigan tajribalarni elib bormoqda. Halbuki ularning nurg'uni o'zining bu qilmishini yoshirdi. Nerva hujayrasiga tayangan setish ilmiy mutaxassisi Martin Dimonik shunday deydi. Shirkatlar kishilarning hissiyot qurilmasiga asosan mundaq bir e'lon andisini bekitib olishgan. Ular oldi bilan qo'rqinish paydo qiladi. Masalan, kundalik yemekliklar tishingizni og'ir darajada chirtitadi degandek. Ondan sizda salbiy hissiyot paydo bo'ladi. Ondan ular hal qilish chorasini o'tirg'i qo'yadi-da, shirkatimizning tish pastasini ishlatsangiz, tishingiz hargiz ojizlab ketmaydi degandek. Sizda ijobiy hissiyot shakllanadi-da, natijada texmi ko'p ijobiy hissiyotlar qo'zg'atiladi. Unumlik e'lonlar odatda mushu qilibdi bo'ladi. Ya'ni avval bir masala paydo qilinib, ondan uning hal qilish choralari o'tirg'i qo'yiladi. Menga yolg'on so'zlamaydi. Shu vajidan shirkatlar funksiyalik magnitlik rezonans orqali setish miqdorini 16% dan 20% gacha, hatto 30% gacha oshira oladi. Halbuki hissiyotimizni bu shaklda suiiste'mol qilayotgani yolg'iz shirkatlarla emas, balki ma'lum hokimiyat, guruh yoki tashkilotlar bo'lishi mumkin. Ma'lum kishilar va guruhlar o'z maqsadiga yetish uchun insonlarning hissiyotidan foydalanadi. Shunga biz cho'qim atrofimizga angliq ravishda nazar selishni o'rganib olishimiz, burniga chuluk o'tkazilgan kaladak boshqalar sizib bergan yo'l bo'yicha mengib, behuda jidal qaynamlarga petib qolmaslikqa va milliy manfaatimizga ziyonli ishlarga sherik bo'lib qolmaslikqa tirishishimiz lozim.